qo'l o'sgan. Shuning bilan 10 yildan burun Madina bilan Yelena Yergin, ya'ni Fariza Erkin Amerikaga kelgan edi. Bular Amerikaga kelishdan 2-3 oy burun Madina menga telefonda o'zining Amerikaga kelgandan keyin Xitoy konsulxonasida ishlaydiganini aytdi. Shu vaqtda men xafa bo'lib, bunda xiyolda bo'lmasligini aytdim. Mening shu 10 yil burungi telefon tariximni tekshirsa, Madinaning shu gapi chiqadi. Biz hammamiz bilamiz, Amerikada Xitoyning shpionlari bor. Buning ichida Fang Fang degan bir Xitoy ayol jasus Amerika tarafidan bayqalib, FBI tarafidan pash qilingan chaqda bu Fang Fang degan Xitoy shpion Amerikadan qochib ketgan. Shu Fang Fang degan Xitoy qochib ketgan dal shu yili Madina bilan Yelena Yergin, ya'ni Fariza Erkin Amerikaga keldi. Madina bilan Yelena